Nexia 2 qabul qildi. Mashinani ham singan chiqqan joylar bor ekan, sug'orib berib kelishuvdi. Sidinasi yo'q mana. Mana yerda yo'rg'i bor ekan. Chiroqlarni vard qilib chiqamiz. Mashina elektrik bo'lmaydi. Mana pastga tushib ketib qoladi. Buni ko'tarib sug'orib qilinsa, boshqaroq bo'ladi. Yana bitta narsa ko'rsangiz qiziq bo'ladi mana qarang. Necha mana unga endi qilingan ish qarang. Mana shu yerda hado chast turadi. Pardushkasi bo'ladi mana shu yerda. Boshqa bort qo'yishibdi. Rezba o'lgan bo'lsa, to'g'riga bir metchida o'chilmaydimi, bosh qo'yilmaydi mana. Mana uzun. Mana shu yerdan suv kirib, mana shu holatga kelib qo'yibdi. Mana qarasizlar, chirib. Mana shu yerdan suv kirib, mana yerdan hid chiqaydi deb keluvdi mana ahvol. Mana shu yerdan suv kiradi deb. Mana shu yerdan suvarga qilib, bunaqa joylarni suvarga qilib. Mana teradan kislashab, mana yopib, chiroqlab bo'lmaydi qilingan yarasha. Qursizlar ahvoli. Ba'zi to'lib qolaman-da. Ertaga haydovchisi o'lsa, yana mana shu och ustida shumka qilingan bo'lsa, poligi bor, sidinasi bor, hammasini ochadi, kulib qo'yibdi mana. Aylanib ketdi, 3 minut qotmadi bo'ladi. Mashinasi mana. Yana 2 kishi bo'ladi, og'achilik bo'ladi.